Assalomu alaykum. Low viscosity clay kuchsiz PPF ni qanday qilib banfellarga yopishtirish tezroq bo'ladi? Spirt aralashgan suv ishlamayapti. Faqat suv o'zida qililadi bu yerda zavod. Lekin baribir tez yopishib qolmaydi, qurimaguncha deyaptilar. Bunda nima yechimni qilishimiz kerak? Hosili bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sifatli poliuretan bruni plyonkalarni kleyi bunaqa slabey bo'lmaydi. Endi sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, suvni ishqorlilik darajasi, ya'ni ko'p narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bunaqa paytda oddiy suv ishlatilayotgan bo'lsa, ichilinadigan suvlardan, ya'ni Hydrolife shunga o'xshagan filtrlangan suvlardan foydalanib ko'rishingizni tavsiya beramiz. Bunaqa paytda ishqorlikka kirish ehtimoli yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchisi, spirtni proporsiyasiga to'xtalamiz. Har xil spirtlar bor, ya'ni spirtni protsentiga qarab turib, siz proporsiyani kamaytirib, ko'paytirib borishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi va eng muhimlardan bittasi shampunni proporsiyasi va ishlatadigan shampunlaringiz. Agar sizda shampunlaringiz yog'liroq, ya'ni Johnson Baby chayilish jarayoni qiyinroq kechayotgan bo'lsa, Chistylina shunga o'xshash shampunlarga o'tib ko'rishingizni tavsiya beramiz. 3 mg dan 5 mg gacha shampunni ishlatib bitta qilib ko'rasiz. O'ylaymanki, bu tavsiyalarimiz sizlarga xudo xolasa foydali bo'ladi. Undan ham yaxshiroq natija qilaman deydigan bo'lsanglar, spetsialniy tonirovka bruni plyonka uchun mo'ljallangan Filmon shampunlaridan foydalanadi. Nima yaxshi taraflari bor deydigan bo'lsanglar, yopishtirish jarayonida sizlarga ancha qulaylik tug'diradi va undan tashqari spirt bilan chayish jarayonida tezroq chayiladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, shunga o'xshash qiziq videolarni o'tkaza olmaslik uchun.